Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimovning yig'ilish va majlislarda juda ham keskin va qo'pol haqorat qiladi deb aytib o'tgansiz deyilgan. Bu gaplar qanchalik haqiqat? Pensiyadagi, nafaqadagi deb meni gapiryapti. Men hali pensiyaga 2 oy bo'ldi chiqqanimga. Hali men to'liq pensiya pulni hali qo'limga 2 oydan keyin oladi deyapti, lekin men nafaqadagi deb meni misol g'ururimga, mening sha'nimga o gaplarni obro'sizlantirib nimasidan men noroziman. Ziyoli va pedagoglik savlati borligini his qildim va juda ham tartib intizomlik ayol ekanligingiz bilinib turibdi. Direktor mening dars soatimni o'z keliniga bermoqchi bo'lgan ekan degan gaplarni aytgan. Bu haqiqatmi? Viloyat hokimimiz Ulug'bek Qosimov yuqoridagi barcha rahbariyatga hech qanday e'tirozim yo'q. Men bulardan mamnunman. Audio zapislarni bo'rtirman. Bular montaj qilingan. Men hech qachon unday so'zlamaganman, haqorat ham qilmaganman. Misol mening sha'nimga, kelinimning sha'niga, maktab sha'nini YouTube'ga misol tarqattirib obro'sizlantirishga bularga ham bir qonun oldida bir chora bordir. Kelinimni tazyiq o'tkazib, menga misol nafaqada degan tazyiq bilan gapirishga misol bu ta'limi bois unutma, senda ustoz haqqi bor. Chunki senga ilmni himmatli qilgandir nisor, bo'lmasa qalbingda ustozing uchun mehring agar, sovrilib yelga umiding, omading qo'ldan ketar. Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar, sizlar bilan har doimgidek Bobur. Do'stlar, bugungi chiqishimiz kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni YouTube tarmog'ida Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan bir ayol, Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani 47-maktabning umumiy o'rta ta'lim maktabining direktori, ya'ni bizning oldimizda turgan Muhabbat opaning ustidan shikoyat tarzida murojaat yo'lladi. Ushbu intervyuni o'tkazishimizning boisi esa ushbu murojaatdagi, ya'ni o'sha ayolning murojaatdagi Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov hamda Sho'rchi tuman hokimi haqida aytilgan audio zapisdagi gaplar haqiqatan ushbu audio zapis direktor opaga tegishlimi va murojaatdagi murojaatchining gaplari qanchalik haqiqatga to'g'ri yoki kelmasligini bilish maqsadida bugun biz ushbu direktor opa bilan intervyu o'tkazishga qaror qildik. Assalomu alaykum. Muhabbat opa, avvalambor intervyu berishga rozi bo'lganligingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Keling bir boshidan boshlaylik. O'zi aslida holat nima bo'lgan? Kuni kecha o'zingiz ham ko'rgandirsiz ijtimoiy tarmoqda sizning ustingizdan, ya'ni shu Sho'rchi tuman 47-maktab direktori, nafaqadagi direktori Muhabbat va ism familiyangizni aytgan. Ustidan mening dars soatlarim qisqarib ketdi mazmunidagi va bir qancha audio zapislari bor, video material ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Ushbu holat bo'yicha izohlarni bersangiz va undan keyin bevosita savollarga o'tsak. Assalomu alaykum. Hurmatli Telegram, Facebook kanalini kuzatuvchilar. Men kechagi ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoni ko'rib, shunchalik noto'g'ri gaplar gapirilganligini o'zim hozir to'xtalib o'taman. Men Sho'rchi tumanidagi 47-maktab direktori Muhabbat Xolmurodovaman. 2012-yildan beri direktorlik lavozimida ishlab kelmoqdaman. Lekin Bavali Qudrat mendagi 30 ta xodim kollektivim bo'ladigan bo'lsa, 30 ta jamoam bilan tinch ahil ishlab kelmoqdaman. Shulardan oliy toifa, birinchi toifa o'qituvchilarimiz ham juda o'ziga yarasha salohiyatli maktab. Men shu yaqin oxirgi 10 yil mobaynida tumanimizda birinchi o'ntalikda o'rtacham turadi. Bu yil esa kirish ko'rsatkichimiz tuman ixtisoslashtirilgan maktablardan ham birinchi o'rindaman. Men prezident shu maktabidan kirish ko'rsatkichimiz juda yaxshi, lekin o'zimiz maktabimiz kichkina bo'lsa-da, lekin bilimga chanqoq o'quvchilarimiz, o'tadigan o'qituvchilarim ham bilimli, salohiyatli. Mening ustimdan Usanova Gulasal o'qituvchimiz qizimiz murojaat qilibdi, lekin noto'g'ri fikrlabdi.
lekin bu qiz ishga kirgan paytda juda aqlli, 41-maktabdan menga qanday tartibda ishga o'tib keldi. 2 yil bo'ldi ishga menga o'tganiga. Lekin blyutenga chiqqan ekan bu qizimiz. Opa dedi menga, men blyutenga avgustning 15-larida men blyutenga chiqaman dedi. Sharoitingga qara, mayli avgustning oxirigacha ishladi. Avvalambor o'zingning qizim sog'lig'ing, keyin kelajakdagi mana tug'ilajak farzandingning kelajagini o'yla dedim. Bo'pti ustoz dedi. Lekin vaholanki O'zbekiston Respublikasi kodeksining 404-moddasida keltirilgan tug'ruqdan oldin 70 kun, tug'ruqdan keyin 56 kun, 126 kun tug'ruq ta'tili beriladi. Bu tug'ruq ta'tilga tayyor bo'lgan qizimiz umuman boshqacha fikrga kelib qoldi, lekin umuman bu noto'g'ri fikrlayapti. 30-da blyutenga chiqyapti avgust oyining 2025-yil 30-avgust kuni blyutenga ketyapti, lekin 2-3-sentyabrdan darsimiz boshlandi. 2-3-sentyabr kuni darsim qana deb partan o'rib mening oldimga kirdi. Qizim, blyuten qog'ozingni mana menga bermagan bo'lsang-da, lekin men QVP'mizdan nimani oldim? Blyuten onlayn qog'ozingni oldik. Bunda senga 30-avgustgacha berilgan ekan deb qizga tushuntirdim, lekin tushunishni xohlamadi. Bo'pti, tushunmasang men qonunga bo'yin egaman, qonunga bo'ysunaman dedim. Yo'q ustoz dedi, menga 20 soat dars qilib bering. Men hali bu yil 4-kursga endi o'tdi. Bu kontragim, oilaviy sharoitim. Men oilaviy sharoit deb bu o'qituvchimga, bunisiga agar men yordam ko'rsatadigan bo'lsam, noqonuniy, men davlatimiz fondiga ziyon yetkazdiraman. Shuning uchun yo'q, blyutinda tug'ruq shu ta'tilingda, shu damingda ol. Tug'ruq ta'tildan keyin 126 kundan keyin qaytganda o'z darsingni olasan dedi. Deb shu tushuncha berdim, lekin tushunishni xohlamadi. Muhabbat opa bevosita o'sha murojaatida shu ayol aytib o'tganki, keyin bilsam, murojaatdan o'sha o'rtasida keyin bilsam, direktor mening dars soatimni o'z keliniga bermoqchi bo'lgan ekan degan gaplarni aytgan. Bu haqiqatmi? Yo'q, kelinim 2019-yildan beri maktabda ishlaydi. Lekin uning har galgi o'zining darsi, unday dars. Lekin buni noqonuniy kelinimni tazyiq o'tkazib, menga misol nafaqada degan tazyiq bilan gapirishga, misol bu o'qituvchimning haqqi yo'q. Mening ham maktabimda ichki tartib qoidamiz bor. Sentyabr oldidan avgust oyida hamma maktabda, tumanlarda pet kengash o'tkaziladi. Shu pet kengashda odob axloq qoidasi, maktab ichki tartib qoidasiga rioya qilgan holda hammasi qo'l qo'yadi. Maktabim bir mening oilam, katta mening jamoam. Lekin menda bu holat hech qachon mana 2012-yildan beri 13 yil to'lib 14-yilga o'tgan bo'lsa, bu holat biron marta bunday takrorlanmagan. Lekin hali bu qizning kelganiga hali 2 yil bo'lgani yo'q. Shunday mashmasha nimalarni chiqaryapti. Men lekin bu qizdan noroziman. Bu chiqarayotgan yolg'on audiolardan ham men noroziman. Men hech qachon shu vaqtgacha rahbarlik qilib kelayotgan bo'lsam, ana odam bunday dedi degan narsani gapirmagan. Bir boshdan savol-javob tarzida ushbu gaplarni aytib o'tsangiz, men savol bersam. Audio zapisda, ya'ni o'sha video murojaatda audio zapis keltirilgan. Audio zapisda go'yoki sizning ovozingiz deb aytilyapti. Ya'ni siz Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimovning yig'ilish va majlislarida juda ham keskin va qo'pol haqorat qiladi deb aytib o'tgansiz deyilgan. Bu gaplar qanchalik haqiqat? Ushbu audiodagi ovoz haqiqatdan sizmi va bu so'zlarni haqiqatdan siz aytganmisiz? Buni bo'rtirilgan holda bular nechanchi yillardagidir gap so'zlardan qo'shimcha qilib bo'rtirilgan. Bu yolg'on ma'lumot. Bizga haqiqatan viloyat hokimi nimada avgust oyida nimaga tayyormisan? Maktab ochilish marosimiga, misol remont tayyor emasmi deb yig'ilish o'tkazadi. Unday bemavrid unday yig'ilish ham o'tkazib ko'rmagan.
keyin viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshlig'i Husniddin Mamadiyeva. Lekin bizga keladi, tumanimizga ham har bir maktabga reja asosida kelib ketadi. Lekin biron marta menga bir o'rin ya bir qat'iy umuman gapirmagan. Opa, ishlaysiz, ishlayotgan opasiz deb ko'nglimda nimamni ko'tarib ketgan Husniddin Mamadiyevam. Bizning hozirgi yosh mudirimiz, Sho'rchi tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi mudiri. Hozirgi kunda mana 1 yilcha bo'lib qolyapti. Zokir Jo'rayev. Bu bilan ham ish yuzasidan yig'ilish o'tkazilganda har bemahalda unday yig'ilish ham chaqirilmaydi. Agar favqulodda shunday yig'ilish bo'ladigan bo'lsa, tezkor bir xabarlar, bu narsalar o'zimizga misol tegishli maktabimizga ya bir tekshirish qandaydir nimalar bo'lsa o'zlaringda tayyorla. O'qituvchilaring hamma o'z sohamiz bo'yicha shunday yig'ilish o'tkazilgan, u ham kam. Demak, o'sha siz audio zapisdagi ovoz siznikimi yoki sizniki emasmi? Mening ovozim emas, uni bo'rttirilgan. Menga qandaydir ovoz nima qilinganmi? Buni montaj demoqchisiz. Buni montaj qilingan, lekin tanganing ikki tarafi bor. Burch kirmaksiz bo'lmaganday buni ko'rish kerak. Men mayli, buning ustidan arz qilaman, sudga beraman. Mayli, men bu narsani bular agar ijtimoiy tarmoqqa mana chiqaryapti-ku, mening ruxsatimsiz misol nimaga chiqarib beryapti, mening xabarim yo'q. Men kecha eshitdim. Shu holatga o'zim ko'rib, umuman noto'g'ri narsalarda men shu vaqtgacha misol xalqning farzandi uchun men shu maktabda 30 yildan beri ish faoliyati yuritib kelayotgan bo'lsam, hech biron marta bir ota-ona bir murojaat qilib, shu qiz uyushtirib, bir ikkita o'quvchi doimiy darsga kelmay dars qoldirib, misol 282-qarorimizga bo'yin yekmay o'quvchilar kiyinish madaniyatiga e'tiborsizlik holda kelganda, formada keladi deb ma'naviyatchim bilan shu formada keltirasan deb gapirganimda, shuni mudirning oldiga olib borgan. Uni ham mudirning ham xabari bor, lekin u haqiqat maktabga o'quvchi formada kelish kerak. U mendan tortibda o'qituvchilarimning hammasi formada, keyin misol uyali telefon bu narsani ishlatmaydi dars jarayonida, hammasi o'zi qo'yadigan qorovulxonamiz bor, shu qorovulxonaga telefonlarni ham qo'yadi. Shu ichki tartib qoidamiz mana shu. Men maktabimning sirini shu paytgacha birov bir ko'chaga olib chiqmagan, lekin bunga hamdir bir jazodir, bunga ham bir qonun ustuvorligida, misol mening sha'nimga, kelinimning sha'niga, maktab sha'nini YouTube'ga misol tarqattirib obro'sizlantirishga, bunlarga ham bir qonun oldida bir chora bordir. Lekin men noroziman bu qizning bunday maktabning sha'nini paymol qildirganiga, paymol qilib shunday chiqayotganiga men noroziman. Muhabbat opa, bevosita intervyuni o'tkazishimizdan avval ushbu video murojaatdagi vajlar va audio zapisini eshitib, sizga hamon qadar baribir ozgina ishonchsizlik bor edi va mana bu intervyuni tashkillashtirib siz bilan suhbatlashganimizdan ham so'ng mana haqiqatda ziyoli va pedagoglik savlati borligini his qildim va juda ham tartib intizomli ayol ekanligingiz bilinib turibdi. Bunday holatlar albatta ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilikka tanish, ya'ni bir shaxsning ikkinchi tarafni o'rganmasdan turib ijtimoiy tarmoqlarda shikoyat yo'llashi. O'ylaymizki, kimning haqqi toptalgan bo'lsa, albatta bizning qonun himoyachilari ushbu buzilgan haq-huquqlarni tiklashadi va adolat qaror topishida albatta demak o'z sa'y-harakatlarini amalga oshirishadi. Shu o'rinda agar bir tomoshabinlarimizga fikrlaringiz bo'lsa, murojaatingiz bo'lsa, marhamat. Tomoshabinlar, kuzatuvchilarga nima deyman? Pensiyadagi, nafaqadagi deb meni gapiryapti. Men hali pensiyaga 2 oy bo'ldi chiqqanimga. Hali men to'liq pensiya pulni hali qo'limga 2 oydan keyin oladi deyapti, lekin men nafaqada deb meni misol g'ururimga, mening sha'nimga u gaplarni obro'sizlantirib nimasidan men noroziman, shu gaplarni qilayotganidan. Lekin men hali 54 yoshda, endi muddatdan avval deymizda, muddatdan avval
54 yoshda qarshi olib shu kunga yetyapman. Shunisiga Allohga ming qatla shukr. Lekin men bir narsaga aminman, shu qishloqda men yashab kelayotgan bo'lsam 30 yildan oshiq bo'ldi. Shu o'zimizning Paxtakor qishlog'imizda. Bu yerdagi aholimizning bir-biriga mehribonligi, qolaversa yil boshida sentyabr oyi ota-onalar yig'ilishi qilganimizda hammasi kelib, direktor haqiqatdan siz gapiring. Mening boshqa ma'unlarimga ham unchalik e'tiborsizlikda, lekin menga qarata men shu xalqimdan shunchalik quvonaman. Hozir ham borib xalqni yig'ib qanday opa deb gaplashsalaringiz, shu cho'yot kesib erkakcha gaplashganim uchun hammasi meni hurmat qiladi. Men ham shu Paxtakor xalqini shu yerga men tushib kelganman, shu yerning xalqiman men ham. Men bo'lmasa Qumqo'rg'on tumanidan tushib kelganman bu yerga. Lekin shu xalqimizni men juda shu qishlog'imizni hurmat qilaman. Direktor momo siz gapiring. Direktor momo deb izzat hurmatimni qiladi. Maktabga kelganda farzandlariga javob so'rash bo'yicha ham kelsa mening xonamga kelishib, arza qilishib, zarurat oilaviy tadbir bo'ladi. Zarurat farzandlarining mazasi yo'q paytlarda bemalol kelishib, shunda izzat hurmatimga yetib, o'zlari hurmatda keladi. Men shu mamnunman shu qishloqda yashayotganimdan. Mayli Telegram obunachilari qanday xayolga kelayotgan, nima fikrda bo'layotgan bo'lishi mumkin men taraflama, lekin bu qizimiz tug'ruq ta'tiliga o'zi tayyor. 15-avgustda chiqish kerak. Mayli men 2 haftani qo'shda to'liq ishlagin deganman. Menga boshqa bir o'qituvchilar o'tsinu, lekin men shu pulni olib, men bulletinga chiqay deyapti. Men qonunga umuman xilof ish qila olmayman. Shu ish jarayonimda ham u narsani qilib ko'rmaganman, lekin menga shu odilanalik, haqiqatlik talab qilaman. Shu ish jarayonimda ham o'zim qattiq qo'lroqman. O'zim shu ish jarayonida o'zimni bilaman-da. Erta tongdan kelaman, soat 7:30, 7da kelib, xizmatchi tarafda ham birinchi o'rinda shu bolani kirishga tayyorlash bo'yicha birinchi bu tarafni ko'rib olaman. Hatto hojatxonada birinchi o'rinda mening maktabga kirib kelganimda hojatxonani birinchi kuzataman. Yuvdirtib nimalarga, xizmatchilarimga tozalatib, qog'ozigacha hamma narsani qo'yib turib, keyin bu xonalardan kirib zallar bilan tekshirib chiqaman. Changmi, chang emasmi? Qizlar o'z men kelaverganimni o'zlari biladi. Hamma tarafni artishga harakat qiladi. Hamma tarafni toza qilishga. Lekin bilmadim. Viloyat maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi boshlig'i Husniddin Mamadiyev ham yoz oyida avgustda keldi. Nimalarimizning tayyorgarligi bo'yicha remontimizning shunda ham mamnun bo'lib ketdi. Men sizdan mamnunman, opa ishlaydi dedi. Lekin bitta xonamizda lilonim yirtiq edi. Rayona mudirimizga qarata lilonim yirtiq deganda men aytdim, katta, u lilonimlarga hech qachon nima qilmang, bezovta qilmang mudirimizda. Men ota-onalar bilan yig'ilish o'tkazganman, o'zlari olib kelib beradi. Homiylik asosida lilonim desa lilonim olib keladi. Nechta tonnalab sement olib kelib maktabning oldini stechka qilyapti. Xalq bilan hamnafas, mahalla bilan ishlaganim mening shuda. Men uyim uchun emas, xalqim uchun, shu xalqimning farzandi uchun ishlayapman shu maktabda. Men o'zim nafsim emas, xalqim uchun. Bularning yutug'i mening. Nechta o'quvchim hozir IELTS olyapti, 11-sinf o'quvchim. B2 sertifikat. Kimyodan olish juda qiyin. Biologiyadan mana sertifikatlarini olib, hozir nufuzli o'qishlarga mana bu yil 8 tasi kirdi, 2 tasi nodavlat universitetga kirdi. 14 ta bitiruvchim bo'lsa, 5 tasi kontrakt asosida, to'lov kontrakt asosida, 3 tasi byudjet kirdi o'quvchilarimning. Avval Qudrat 114, 3 desatik deb edi tumanimizda birinchi o'rinda. Men mamnunman, xursandman farzandlarim. Farzandlarimning kelajagini bersin o'quvchilarim. Men shu o'quvchilar bilan birgalikdaman. Men o'zimni tasavvur qila olmayman shu o'quvchilarsiz. Har bir sinfga ertalab kirib o'qituvchi kirsa ham men zalda nazorat qilib har kuni uni aylanishim menga hobbi. Uni aylanib. Bir so'z bilan aytganda umringizni ta'limga bag'ishlagan insonsiz. Muhabbat opa, yana bir bor sizga o'z tashakkurlarimizni bildiramiz. Intervyu berib,
holatga ozgina bo'lsa-da oydinlik kiritishga rozi bo'lganligingiz uchun shuni ham o'z o'rnida aytib o'tmoqchi edim. Biz vakolatli organ emasmiz. Sizni haq yoki nohaq deya olmaymiz. Buni tegishli tartibdagi huquqni muhofaza qiluvchi organlar, sud organlari o'zlari demak ega kesimida joy-joyiga qo'yishlariga biz ishonamiz va yana bir bor o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz. Aziz vatandoshlar, shu o'rinda yana bir bor eslatmoqchi edim. Bugungi intervyumiz Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani 47-umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori bilan ushbu opaning, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda audio zapisi deya tarqalgan video murojaatnoma yuzasidan opani o'zlaridan izoh olib, holatga oydinlik kiritdik. Shoirning to'rtligini aytib o'tib, intervyuni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Ta'limi bois unutma, senda ustoz haqqi bor. Chunki senga ilmni himmatli qilgandir nisor, bo'lmasa qalbingda ustozing uchun mehring agar, sovrilib yelga umiding, omading qo'ldan ketar. Viloyat hokimimiz Ulug'bek Qosimov, viloyat maktabgacha ta'lim boshlig'i Husniddin Mamadiyev, Sho'rchi tuman hokimi Akbar Ishmirzayev, tuman maktabgacha ta'lim boshlig'i Zokir Jo'rayevga hech qanday men bu hamma rahbariyatga hech qanday norozi emasman, hammasidan men mamnunman. Hammasi juda ishni realniy olib ketyapti. To'g'ri, men shunisidan mamnunman. Yuqoridagi barcha rahbariyatga hech qanday e'tirozim yo'q. Men bulardan mamnunman. Audio zapislarni bo'rtirman. Bular montaj qilingan. Men hech qachon unday so'zlamaganman, haqorat ham qilmaganman. Audio yozuv bu meni YouTube kanalida mana audio yozuv bunga chiqarilgan ijtimoiy tarmoqdagi bu audio zapislar umuman hammasi noto'g'ri. Men buning ustidan arz qilaman, ichki ishlarga yozib beraman. Qonuniy chora ko'rishini davlatimizdan shuni so'rab qolaman. Sog' va salomat bo'ling.